Crystalix'da ro'yxatdan o'tib unda o'ynashni tushuntiraman. Bu Minecraft serverda men yaqindagina 100 kun yashadim. Serverda o'ynash uchun sizga kerak bo'ladi kompyuter yoki notebook va internet. Bundan so'ng esa men o'sha Crystalix'da suratga olgan men 100 kun Skyblockda yashab qoldim videosi ostidagi havolaga bosamiz. Havolaga bosganingizdan so'ng sizni Crystalix'ning rasmiy saytiga olib o'tadi. Saytga o'tganimizdan so'ng birinchi navbatda undan ro'yxatdan o'tamiz. Buning uchun o'ng taraf yuqorida turgan tugmaga bosamiz. Bu yerda esa registratsiya, ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlaymiz. Birinchi navbatda o'zimizga o'yinda ishlatiladigan nickname tanlaymiz. O'zim ham bilmayman nega obuna bo'ling deb yozdim agar men bu videoni Telegram uchun olayotgan bo'lsam. G'alati, fantaziya yo'qda. Pastidagiga esa o'zingizning elektron pochtangiz, Google akkauntingizni yozasiz. 3-qatorga esa ishonchli parol o'ylab topasiz va uni yozasiz. 4-siga esa o'sha parolni bir xil qilib qaytarib yozasiz. 5-siga esa hech narsa yozishingiz shart emas. Va oxirida mana bu to'rtburchakka bir marta bosib qo'yasiz va registratsiya, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Tamom. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Yana launcherni yuklab uni ishga tushirishdan oldin skin o'rgatishni ham o'rgatmoqchi edim. Mana bu yerga bosamiz, skin o'rnatish tugmasini bosamiz, skinni tanlaymiz va tayyor. Bir necha soniyada hal bo'ldi. Endi esa shunchaki launcherni yuklab uni ishga tushirish qoldi. Launcherni yuklash tugmasiga bosamiz. Bu yerda esa agar sizda Windows tizimi bo'lsa, Windowsni tanlaysiz. Linux bo'lsa, Linuxni. Lekin menda Windows va katta ehtimol bilan ham sizda Windows, shuning uchun Windowsni tanlaymiz. Bu tugmaga bosganimizda xuddi yuklagich yuklanadi. U ataga 6,5 megabayt, lekin uni ustiga bossangiz, keyin launcher yuklanishi ishga tushadi. Bu sizda sal ko'proq vaqt olishi mumkin, sababi allaqachon launcher menda yuklanib bo'lgan. Nima bo'lganda ham oxiri mana bu oynaga yetib kelasiz. Bu yerga esa siz bo'yi o'ylab topgan login va parolingizni kiritasiz. Men sizga mana shu login va parolingizni ishonchliroq joyga yozib qo'yishni maslahat berardim. Bo'ldi, tayyor. Endi Crystalix'da o'ynashingiz mumkin. Mini o'yinlar deysizmi? Modly OneBlock yoki Skyblock hammasi bor. Yana bir narsa, bu video Artifact Telegram kanali uchun maxsus tayyorlandi. Lekin katta ehtimol bilan siz uni YouTube'da ko'ryapsiz. Bunga meni hech qanday e'tirozim yo'q, lekin bir narsani unutmang. Bu baribir birinchi bo'lib Telegramda chiqqan, shuning uchun obuna bo'lib qo'ysangiz arziydi. Iloji bo'lsa bu videoni YouTube'ga qo'yayotganlar videosini havola qoldiring mening Telegram kanalimga. Bo'ldi.